Ana. Ana. Shunday chiroyli tabiatni kelib o'tirib nima qilib ketishadi. Ahvolni qarang. Shuni bir paketga solib o'zlari bilan olib ketsa bo'lmasmikin? Bu bir 5 yil 10 yilda bu nima bo'ladi? Har bir kelgan odam shunday qilib tashlaversa, shunday qilib tashlab ketaversa, endi o'tirganda o'zimizdan keyin toza chiroyli qilib tozalab chiqib ketsak, tabiatni asragan bo'larmidik. Tabiatni tozaligiga bir ozgina hissamiz qo'shgan bo'lardi. Qaniki endi odamlarning tushunchasi yaxshi bo'lsa, shunday kelib o'tirib bir kunmi 2 kunmi damlarini olib bo'lgandan keyin shu chiqindilarini o'zlari bilan bir paketga solib olib ketsa, mana shunaqa ahvolda bo'lmaydi. Mana ulardan keyingi keladigan odam bu yerga o'tirgisi kelmaydi. Shuncha chiqindi ko'rdilaring, qanday qilib tashlab chiqib ketishgan. Har bir kelib o'tirgan joy mana shunaqa ahvol. Mana endi qaranglar o'zlaringiz. Bu kim biladi, bu yillikmi, o'tgan yillikmi bu musorlar, mana chiqindilar, mana. Bu yerga boshqa odamni bilmadim, shaxsan men o'tira olmayman bu yerda. Mana bir ahvolda mana shunaqa bo'lib qoladi, bundan battar bo'ladi. Bu videoni olishdan maqsad ki har bitta odam kelib o'tirgan odam o chiqqan chiqindisini o'zi bilan olib ketsa yaxshi bo'lardi. Naryoqlarni qarang.